Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, UzFutbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Real Madridning yangi bosh murabbiyi deyarli aniq. Real Madridning kelasi mavsumdagi bosh murabbiyi kim bo'lishi aniq bo'ldi. Bayer bosh murabbiyi Xabi Alonso yozda Madrid jamoasini qo'lga oladi. Qirollik klubi Bayerga 8 million yevro tovon puli to'laydi. Murabbiy bilan 3 yillik shartnoma tuziladi. Ma'lumot uchun, Xabi Alonso 2022-yildan beri nemis jamoasini boshqarib kelmoqda. Uning amaldagi shartnomasi 2026-yilning yozida yakunlanadi. Messining Barselonaga qaytmasligining asl sababi ma'lum bo'ldi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi Barselonaga qaytishni istamayapti. Bu haqda Sport.is xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, ayni damda Messi Barselona klubi rahbariyati bilan munosabatlari og'ir bo'lganligi uchun kataloniyaliklar bilan hech qanday aloqasi bo'lishni istamayapti. Qayd etilishicha, argentinalik futbolchi Barselona afsonalari ishtirokidagi bahsda ham ishtirok etmoqchi emas. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.